Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan juda ham yumshoq va mayin, mazali chiqadigan, hammani uyda topiladigan masalliqlardan barakali, mazali pirog tayyorlaymiz. Juda ham yumshoq chiqadi va bittada o'xshab chiqadi. Demak, bismillah deb ishimizni boshlaymiz. Birinchi bo'lib idishimizga 4 ta dona tuxumni chaqib olamiz. So'ngra uni ustidan 400 gram shakarni solamiz va yaxshilab aralashtiramiz. Tuxum oppoq bo'lib ko'pirishi kerak. O'shaning uchun yaxshilab aralashtirib olamiz. Ikkalasini bir xil massaga kelgunicha yaxshilab aralashtiramiz. Keyin esa 1 litr o'zimizning uy qatig'idan qo'shamiz va yana yaxshilab aralashtiramiz. So'ngra 1 osh qoshiq iste'mol sodasiga yarim choy qoshiq uksus solib, ikkalasini aralashtirib massamizga qo'shamiz. Qatiq bilan soda reaksiyaga kirishib, mana shunaqa ko'pirishi kerak. Keyin esa 250 ml o'simlik yog'i qo'shib yana aralashtiramiz. Keyin esa 5 stakan unni elakdan o'tkazib qo'shib aralashtiramiz. Bir xil massaga kelguncha aralashtiramiz. E'tibor beringlar, shunaqa quyuq suyuqlikda bo'lishi kerak. Ishimizga pergament qog'oz solib, ustidan tayyor massani quyamiz. So'ngra 1-2 urib olamiz. Hamma joyiga bir xil yotishi uchun ustidan kunjut sepamiz, xohishingizga qarab. Qizib turgan duxovkada 150-160 gradusda 45-50 daqiqada pishirib olamiz. Mana chiroyli bo'lib pishib chiqdi, yumshoqqina bo'lib. Bunda eng asosiysi olovni baland qovurmaslik kerak. Yoqqan bo'lsa, videomga like bosib obuna bo'lib qo'yinglar.